Agarlar o'yinni ko'rgan bo'lsanglar kerak-a. Messidan boshqasiga o'tmadi-yu. Mana bitta Xayrullo Hamidov degan akamiz bor, u sharhlovchi. 2000 martaga yaqin Messi debdi. Rus tiliga o'girib ko'rishga majbur qoldik akalar. Messi Argentina, Messi hal qildi, Messi biladi, Messi. Akalar, to'g'ri yondashaylik akalar o'yinga. Endi u bitta Messiga bog'liq emas-da, u komandasi kuchli-da, komanda kuchli o'zi akalar. Bitta Messi xalqi bergani yo'q, u yerda himoyachilar, hujumchilar bitta Messiga qarab qolmaydi akalar. Faqat Messi Argentina, Messi hal qildi, Messi xavfli vaziyat, Messi. Endi unaqa emas-da akalar, to'g'ri yondashaylik. Rus tiliga o'girib ko'rdim akalar, kech ishonmanglar akalar.